Assalomu alaykum azizlar. Bu videoni asosan Koreyada istiqomat qiladigan vatandoshlarimiz uchun olyapman. Bu mashinani Kasper koreys dilerga sotgani keldim. Birazdan keyin ular rasmlar bo'lib o'zi sotuvga chiqadi. Demak, mashina 2022-yil 5-oy. Kasper full option, hamma navorliklar bor. Bir ob'yom turbina motor bilan jihozlangan. Turbina bilasizlar, mana oddiysidan farqli ravishda bu yerda turbinaga kiradigan havo yo'nalishi bo'ladi. Demak, radiatorning old panjarasida. Oddiysidan asosan farq qilinadigan joyi shu. Keyingi farqlanadigan joyi bu diskalarda ko'rkam bo'ladi va yon bokovoy oynada chiroqlar bo'ladi. Luk yo'q, xolos hamma navorliklar bor. Mana oldida palasa ushlaydigan kameralar bor. Keyin cruise control oldi radarlar ham bor. Quyoshdan saqlovchi plyonkalar bilan jihozlab qo'ydi. Ichki qismlarini ko'rib chiqamiz. Oldi o'rindiqlar, sozlashlari qo'lda rol isiydi. Farini yuqoriga ko'tarish mumkin, keyin sirpanishni oldini olish. Ayol kishi mingan ekan, shu roldagi qo'l shundoq bosishga oson uchun moslama qo'yib qo'ygan ekan. O'rindiqlarning holati zo'r. Rolda multimedia bor. Oldingizdagi mashina yursa ogohlantiradi tabloda, cruise control bor, palasa ushlaydi, oldidagi mashina bilan masofani ushlaydi, klimat kontrol bor. Keyin azizlar, e'tiborli jihati, ro'yxatga chiqayotgan mashinalarda strukturlarda yoki ba'zi bir joylarda yoqimsiz har xil hidlar keladi. Ana shu hidni avtomatik ravishda to'sadi bular. Shunday maxsus moslamasi bor, filtratsiya deymizmi? U hududni bosib o'tganingizdan keyinla sizga yana ochib qo'yadi tashqaridan havo kirishini. Shunday xususiyatlar bor. Konteyner avtomatik boshqariladi. Oldi o'rindiqlarni isitish, oldi o'rindiqni sovutish, o'ng taraf klient isitish faqat. Orqasi deyarli ishlatilmagan ekan. Narxiga keladigan bo'lsak azizlar, shu mashinani hozir men 12,5 millionga sotyapman. Bu narxda yo'q deyarli bunaqa pozitsiyasi. Bemalol bog'lanaverasizlar. Mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin. USB va Shitay portallari bor. Yaqinlarga yo'rib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.